Kimga bunaqa narsa kerak bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Mana realniy holatda tekshirib ko'ramiz va ishlatib beramiz. Garantiyasi 6 oy. Buziladigan bo'lsa, biz tuzatib yoki almashtirib beramiz. Joningiz omoningiz sog' bo'lsin. Xo'sh, molingiz sim yutdimi? Demak, bizda bunga chora bor. Bizda shuni tekshirish uchun 5 xil turdagi detektorlarimizni olib kelganmiz. Bu egilib yurmasligi uchun. Xo'sh, bu detektorimiz har taraflama buklovlarda va ikkita nasatkali va ham o'zi batareyka, ham bemalol o'zi ishlab ketadigan detektorlarimizdan va o'zimizning legendarniy sariq detektorimiz. Demak, 5 ta apparatni hozir sinab ko'ramiz. Bo'ldi, ishlayapti. Demak, mana detektorimiz signal berdi. Demak, to'shdan sal yuqoriroq joyda turibdi. Demak, qorin tarafda. Agar to'shda bo'ladigan bo'lsa, olishimiz oson bo'ladi, lekin qorin tarafda turibdi. Bu oddiygina askolkalar bo'lishi mumkin. Bu detektorimiz demak yaxshi. Hozir buni boshqa detallarga ishlatib ko'ramiz. Endi bu detektorimizni ishlatib ko'ramiz. Xo'p, detektorni ishlatishni boshlaymiz. Mana. Demak, bu apparatimizning signal berishi yaxshiroq ekan, vibratsiyada. Demak, uzoqroqda turib bemalol ishlasa bo'lar ekan. Demak, signal beryapti mana qorin bo'shlig'ida. Bu ham yaxshi. Bu hozir har birini yana solishtirib ko'ramiz. Ikkinchi detektorimizni ishlatib ko'ramiz. Bu detektorimiz ikkita nasatkali. Demak, bu nasatkani alohida qilsak, bu alohida ketadi. Bu aslida tilla-pilla qidiradigan odamlarniki. Xo'p, buni bizga mana ko'proq kerak bo'ladi. Va buni qotirdik va ishga tushirdik. Endi uchalasini ishlatib ko'ramiz. Bu ham batareykada ishlaydi. Demak, bu ham yaxshi bo'lyapti. Cho'tki ekan. O'zimiz afsonaviy sariq detektorni olamiz. Buni sal ovozi pastroq. Yaxshi bu ham. Bu asosan ruminiya ta'minotida bilan shug'ullanadiganlar ishlatadi. Bu nima farqi bor deganda, bu zaryadkasi o'zida. Xo'p, bu yerda aytayaptiki, temir bor deyapti. Mana ekranda ko'rishingiz mumkin. Temirni, misni, tillarni alohida aytadi ekranda. Mana buni hozir ko'ramiz. Mana ekran tepa eran deb yozyapti. Bu degan temir degani. Bu nima uchun kerak? Mana bu detektorlarga farqi yo'q. Ular chiyilab yotaveradi. Bu esa temirni alohida qilib aytadi. Buni ishlatadigan odam ishlatadi. Endi qolganini qattiq temirda necha santimetrgacha olishini ko'ramiz. Temir yoki mis alyumin ichida bor yo'qligini tekshiradigan detektorimiz. Demak, masofasi yaxshi, ancha uzoq bo'ladi. Endi boshqasini ko'ramiz. Buni o'chirganimiz yo'q. Masofa yaxshi. Bu ham zo'r. Menga ko'proq mana bu yoqda sababi nasabga ikkitalik uchun. Sababi bu katta головкаdan bo'lsa mol qo'rqishi mumkin, tepinishi mumkin. Bu o'zimizda legendarniy. Buni sal no tarafi ovozi pastroq, o'shaning uchun salanovi. Bu bilan, demak, bu bilan bu pashti bir xil ishlashi. Xo'p, bu ikkalasining funksiyasi bir xil yonadi. Knopkasi 2 marta tez yonsa, bitta bosangiz yonadi, 2 marta bosangiz tez o'chadi. Ikkalasi funksiyasi va uning xarakteristikasi bir. Lekin narxlarda bu arzon hisoblanadi, lekin kачество zo'r. Bu ham yaxshi. Budjet varianti so'raganlarga zo'r. Xo'p, endi buni ko'ramiz. Buni knopkasi bosib turiladi, keyin yonadi. Bu asosan tillachilarniki bu ham. Mana farqini ko'rishingiz mumkin. Farqini ko'rishingiz mumkin. Mana hammasini, mana temir, hech qanday siljitib, mana qilganimiz yo'q. 5 ta modelni har birini alohida tekshirib ko'rsatdik. Mana bitta molni ko'rdik, bitta molda ochilyapti. Hozir olib ko'ramiz. Demak, bu modelimizning sal masofasi qisqaroq. Demak, qolganiki pashti bir xil olyapti. Mana modelimizda faqat ikkita nasatkasi bor. Demak, mana bu olinadi va boshqa nasatga qo'yib ishlatib ketsak bo'ladi. Bu Buxoro, Samarqand tarafdagilarga tavsiya qilib qolamiz. Tilla-pilla qidirishga chiqib qolsa ham bo'ladi bu bilan bemalol. Va nasatkani qo'yib olib ishlataveradi. Navoda chiqib qolsa papalamga telefon qilaverasizlar. Kimga bunaqa narsa kerak bo'lsa, bizga murojaat qilinglar. Mana realniy holatda tekshirib ko'ramiz va ishlatib beramiz. Garantiyasi 6 oy. Buziladigan bo'lsa, biz tuzatib yoki almashtirib beramiz. Joningiz omoningiz sog' bo'lsin. Mana suvni tashlab chiqdi. Doğamasa onlardan kaç yıkılgan zo'r bo'ldi.